qancha yigitlar uylanmay turganlar. Nima uchun to'y qilish yo'qligi uchun? Bu ham isrofgarchilik, bu ham harom. Endi musulmon bo'lib keldikmi, musulmonligimizni amallarni joyiga qo'yaylik. Ixlos bilan amal qilib, Alloh taolo fazilat bersin, yaxshi yo'llarda yurishni bilsin. Yurtimizda tinch, totuv bo'lib turganiga shukronani ne'mat qilaylik. Bu tinchligimizni saqlab qolishga harakat qilaylik. Alloh hammamizga yaxshilikni, Ramazon oyidagi fazilatlarni bersin. Albatta, ikkita xatm Qur'onimiz bor, buni ham Alloh taolo qilgan xatm Qur'on qilganlarni, xatm Qur'onlarni qabul qilganmiz. Bu jumada qilinadigan, xatm Qur'on orqasidan qilinadigan Ramazon oyidagi duolar hammasi albatta inshaalloh Alloh ijobat qilsin, ijobat qiladi. Duo talab birodarlarimiz bor ekanlar. Islomni hamdlar Aslida Xadichavoni, Haramon, Nurbek shifo talab ekanlar, Kamronbek shifo talablar, Bahromjon, Ikromjon bilan mushkullari oson bo'lishi uchun duo talab duolarni Alloh ijobat qilsin. Hujona, Ammarjon birodarlarimiz duo talablar, mushkullari oson bo'lsin, ishlarni ro'zg'or qilsin. Farruh aka, Oysha onamiz, Binafsha qizimiz shifo talablar, Alloh taolo shifo bersin. Nasmaga ishlarni ro'zg'or qilsin. Albatta Alloh taolo barcha duo talab birodarlarning duosini ijobat aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Allohum ruhana ma'fuzdan hosil bo'lgan savdolar duo talab birodarlarimiz. Nomlarini o'qiganlar, duoda qo'lida amin deb turgan birodarlar barchalarini, ulardan duo so'raganlarni barchalarini duolarini ijobat aylaymiz. Qarzorlar bor, ularning qarzorlariga najot bergin, bemorlar bor, bemorlarga shifo bergin. Pokparvardigoro eshitganlarimizda amal qiluvchi, iymoni mukammal, erta qiyomatda jannatga kiruvchi jamoalardan qilgan barchani. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va sallallohu ta'ala ala khayri Muhammad alayhi